Videomiz davomida futbol qiroli Cristiano Ronaldo endi aktyorlikka tayyorlanmoqda. Mashhur Zootopia multfilmi qanday rekordlar o'rnatdi? Qasaskorlar 5 Qiyomat kuni filmida Doktor Doomning birinchi raqibi aniq bo'ldi. Shu kabi eng so'nggi kino yangiliklarini yaqin 10 daqiqa davomida Kamina Sardor sizlarga tanishtiraman. Shunday ekan, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling va issiqqina kofeni yoningizga olib kelib oling. Biz esa boshladik. Lionel Messi Hindistonda shou qilib yurgan bir paytda Cristiano Ronaldo aktyorlikka tayyorlanmoqda. Bu haqida Farsaj kino olamining qahramoni Van Dizelning aytishicha, Farsaj 11 filmida futbol qiroli hozirda 41 yoshda ham futbol o'ynayotgan Cristiano Ronaldo ishtirok etadi. Van Dizelning aytishicha, Ronaldo uchun alohida rol tayyorlangan. Albatta bu shunchaki cameo sifatidagi rol bo'lishi mumkin. Lekin shubhasiz Ronaldoning ishtirok etishi Farsaj 11 filmini katta e'tiborga sabab bo'lishiga olib keladi. Chunki hatto filmga qiziqmaydigan, ammo futbolni sevadigan muxlislar ham aynan Ronaldo uchun bu filmni tomosha qilishlari aniq. Ha, futbol yulduzi endi futbolni yakunlagach aktyorlik qiladiganga o'xshaydi. Xabaringiz bor, shu yilning 26-noyabr kuni Disney studiyasi tomonidan Zootopia, ya'ni Hayvonlar shahri 2 multfilmi taqdim etildi. Bu multfilmning birinchi qismi 2016-yilda chiqarilgan va katta shov-shuv ko'tarib 1,5 milliard daromad bilan hatto Oskar mukofotini ham qo'lga kiritgandi. Keyinchalik 2022-yilda Zootopia Plus seriali ham chiqarilgandi. Ammo bu galgi Hayvonlar shahri 2 filmi ham premyera qilinishi bilan bir hafta ichida 700 million AQSh dollari miqdorida daromadga chiqdi. Hozirgi paytda esa 1,5 milliard 300 million AQSh dollari miqdorida pul ishlab topdi. Eslatib o'tamiz, Hayvonlar shahri 2 multfilmining byudjeti 150 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Multfilmning davomiyligi 108 daqiqa bo'lib, film Zootopia dunyosidagi yangi sarguzashtni davom ettiradi. Jaddi Hopps va Nik Uild bu safar shahar ichidagi yangi jinoyat sirlarini ochishga harakat qilishadi. Bu multfilmda boshqa Disney multfilmlariga juda ko'p belgilar qilingan va syujet juda zo'r chiqqan. Grafika ham ajoyib bo'lgan. Multfilmda IMDb portalida 10 dan 7,7 ball qo'lga kiritganini ko'rishimiz mumkin. Albatta bu multfilmni sizlarga ko'rishga tavsiya qilaman. Va nihoyat noyabr oyining 26-sanasida G'alati narsalar serialining 5-sezonining 4 ta qismi chiqarildi. Unda bizga birinchi sezonda Uilning o'zga olamda nima qilgani va qanday Veknani qo'liga tushib qolgani ko'rsatildi. Eslatib o'taman, kanalimda G'alati narsalar serialining barcha 4 ta sezoni haqida alohida video qilganman. Bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. 5-sezonda ko'rishimiz mumkinki, bizning Xokin shahrida yashovchi qahramonlarimiz ancha katta bo'lib qolishgan. Ayniqsa Eleven personaji katta ayolga o'xshab qolgan. Bilasiz, serial voqealari 1986-yilda bo'lib o'tmoqda va oradan 3 yil o'tgan. Bilasiz, 4-sezon oxirida Vekna shahar bo'ylab katta portallar ochgandi. Keyinchalik harbiylar Xokin shahriga kelib, ushbu shahar bo'ylab yorilgan yoriqni katta po'lat metallar bilan tangalab tashlashgan. Va ular Veknani olamida ham harbiy baza qurishganini ko'rishimiz mumkin. Serialda bizning qahramonlarimiz harbiy bazaga kirib borishadi. Eleven o'zining biz 2-sezonda ko'rgan qiz opasini yana topadi. Vekna esa yangi reja tuzib shahardan yosh bolalarni olib ketadi. Uil esa ularning birinchisi edi. 4-qism oxirida uning oilasiga demogorgonlar hujum qiladi. Uil esa va nihoyat o'z qobiliyatini ishlatib maxluqlarni Vekna 4-sezonda qilgani kabi suyaklarni sindirib tashlaydi. Endi serialning qolgan qismlari, ya'ni part 2 qismi 25-dekabr kuni chiqadi va 3 ta qism taqdim etiladi. Keyin esa 31-dekabr kuni 1,5 soatni tashkil etadigan final qismi chiqariladi va butunlay ushbu franshizaga yakun yasaladi. Bundan bir necha kun oldin esa ushbu serialning yangi treyleri ham taqdim etildi. Katta ehtimol bilan final qismida Uil, Eleven va uning tutingan opasi birgalikda Veknaga qarshi kurashishadi. Va nihoyat 11-dekabr kuni James Gunn rejissyorligi ostidagi 2026-yilning 26-iyunida premyera qilinadigan Supergirl filmining dahshatli dastlabki treyleri chiqdi. Treylerda ko'rishimiz mumkinki, film voqealarining ko'p qismi aynan Kripton sayyorasida bo'lib o'tadi va bu Kripton qulashi bo'ladi. Ochig'i treylerni ko'rib Galaktika qo'riqchilari filmlari esimga tushib ketdi. Bunga sabab bu filmda ham hayvonlarga ko'proq urg'u berilgani va Supergirlning bo'ynidagi musiqa playeri va ustidagi plashi aynan Galaktika qo'riqchilaridagi kapakcha Peter Quillniki bilan deyarli bir xil bo'ldi. Ha, James Gunn Marvelga yetib olishga harakat qilmoqda. Ko'ramiz bu yog'i qanday bo'ladi. Umid qilamizki, film ajoyib chiqadi. Eslatib o'taman, film 2026-yilning 26-iyunida premyera qilinadi.
Xabarlarga qaraganda, Qasaskorlar 5 Qiyomat kuni filmida Doktor Doom va Magneto o'rtasida epik jang bo'ladi. Bu jang bizga Doktor Doomning nimalarga qodir ekanligini ko'rsatib beradi. Bundan tashqari filmda Thorni nega yig'laganini ham ko'rsatishadi. Xabarlarga qaraganda, Doktor Strange Doktor Doom tarafda bo'ladi va unga yordam beradi. Bundan tashqari, Qasaskorlar 5 filmining yangi teaser treyleri tarqalib ketdi. Unda bizga Kapitan Amerikani ko'rsatishdi. Ko'rishimiz mumkinki, u farzandli ham bo'lgan ekan. Xabarlarga qaraganda, Doktor Doom aynan Kepni yoniga birinchi bo'lib keladi. Aytishlaricha, Qasaskorlar Qiyomat kuni filmida to'g'ridan-to'g'ri Qasaskorlar 4 final filmi bilan bog'langan bo'ladi. Insider Daniel Richmondning xabar berishicha, Avatar Olov va Kul filmining kinoteatrlardagi premyerasi paytida Qasaskorlar Qiyomat kuni filmining 4 xil treyleri har haftada bittadan namoyish etiladi. Bu odamlarning premyeraga qayta va qayta tushishi uchun ajoyib strategiya hisoblanadi. Balkim siz bu videoni ko'rayotgan paytingiz treyler allaqachon chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, keyingi yil namoyish etiladigan Yigitlar serialining 5-sezoni treyleri ham namoyish etildi va qism chiqadigan sanalari ham ma'lum bo'ldi. Unga ko'ra, aprel oyida Amazon Prime'da dastlabki 5 ta va may oyida oxirgi 3 ta qism namoyish etiladi va serialda qurbonlar juda ko'p bo'ladi degan xabarlar yuribdi. Bu gal ham asosiy syujet markazida Homelander va Butcher bo'ladi. Katta ehtimol bilan Butcher superlarni yo'q qilishga harakat qiladi. Ko'ramiz, Yigitlar seriali olami qanday yakuniga yetadi. Mana izlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan eng so'nggi kino yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Yangi yilgacha zerikib qolmaymiz. Bizni oldinda Avatar filmining 3-qismi, Qasaskorlar 5 treyleri va G'alati narsalar 5-sezoni aynan yangi yil kuni final qismi ham chiqadi. Biz esa sizlar bilan aynan yangi yil kuni yana ko'rishamiz. Shunday ekan, agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Agar ushbu video haqida o'z savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan Sardor Gangster bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha izlar.